Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimiz sizlar bilan o'sha kimyo faniga taalluqli bo'lib, kimyo fanidan molekulyar massa, ya'ni har bir moddaning molekulyar massasini hisoblash bo'yicha qo'llagancha tushuntirib o'tamiz. Demak, bu uchun bizga kerakli bo'ladigan, ya'ni bilishimiz kerak bo'lgan narsalar mavjud. Ya'ni o'sha Dmitriy tomonidan yaratilgan davriy sistemadagi elementlarning massasini bilishimiz kerak bo'ladi birinchi o'rinda. Demak, mana bu yerda o'sha kimyoviy moddalar formulasi yozilgan. Demak, mana bu oshqozon buni bilsangiz kerak. Ya'ni buni molekulyar massasini hisoblashimiz uchun demak bizga kerak bo'lgan natriy elementi bor va xlor elementi bor. Bularning atom massalarini demak qo'shib chiqamiz. Davriy sistemada natriy elementining massasi ya'ni 23 berilgan, xlor elementining massasini esa biz 35,5 qilib ishlaymiz. Buni umumiy qo'shib chiqsak, massasi 58,5 gram taqsim molda chiqadi. Gram taqsim mol. Demak, tushunarli. Endi sizlar savol tug'ilib qolishi mumkin. 23 qayerdan olyapsiz yoki 35 qayerdan olyapsiz? Bular davriy sistemada berilgan. Natriy massasi berilgan, keyin xlor massasi berilgan davriy sistemamizda. Demak, ikkalasining massasini yig'indisini qo'shsak, biz umumiy birgalikda natriy xlorning massasini topar ekanmiz. Keyingi moddaga e'tibor qaratsak, bu suv, ya'ni H2O. Bu yerda qaraymiz, vodorodning massasi davriy sistemamizda 1 gram berilgan. Lekin vodorodning soni nechta? 2 ta. Ko'paygan 2 bo'ladi. Plus keyingi elementimiz kislorod. Demak, buni hisoblasak, ya'ni 1 ni 2 ko'paytirsak 2 va 2 ni 16 ga qo'shsak 18 gram chiqadi. Demak, shunda suvning massasi necha gram ekan? 18 gram ekan. Keyingi element, ya'ni moddaga to'xtalib o'tamiz. Ya'ni natriy ishqori yoki suvchi natriy deb ataladi. Buni massasini hisoblash. Bu ham juda oddiy. Ya'ni natriy massasi 23 gram, bu ham davriy sistemamizda bor, plus keyingi elementimiz bu kislorod. Kislorodning massasi 16 gram, plus bu vodorod elementi. Vodorod elementining massasi esa 1 gram. Umumiy hammasini qo'shib chiqsak, keyin 140 gram taqsim mol turadi. Bu molekulyar massani beradi. Keyingi elementimiz oltin gugurt 6 oksigen. Bu molekulyar massasini hisoblasak, oltin gugurtning massasi 32 gram, plus kislorodning massasi 16 gram. Lekin bu yerda e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan narsa, kislorodning soni 3 ta. Shuning uchun ko'payib 3 qilib ketamiz. Demak, birinchi, ya'ni matematikada bizga ma'lum ko'paytirish amali bajariladi. Ya'ni 16 ni 3 ga ko'paytirsak 48, 48 ni 32 ga qo'shsak, yig'indi ya'ni 80 gram bo'ladi. 80 gram taqsim mol bo'ladi. Mana masalada bo'lgan. Keyingi elementimiz, ya'ni bu oltin gugurt, to'r oksid deb ataladi. Buni molekulyar massasini hisoblashimiz. Demak, oltin gugurtning massasi 32 plus kislorodning massasi 16 gram. Nechta kislorod bor? Ikkita kislorod bor. Ko'paygan 2. Demak, oldin ko'paytirish amalini bajaramiz dedik. 16 ni 2 ga ko'paytirsak 32, 32 ni 2 ga 32 ga qo'shsak 64 gram ekan buning massasi. Keyingi elementimiz alyuminiy sulfat. Juda ko'pchilik adashib ketadi, chunki qavslikdan uchun 3 qaysiga tegishli, kislorodga yoki oltin gugurtga degan savol bo'ladi. Bu qavs tashqarisidagi 3 kislorodga ham tegishli, lekin oltin gugurtga ham tegishli bo'ladi. Qavs ichkarisidagi 4 esa faqat kislorodga tegishli bo'ladi, shuni bilishimiz kerak biz. Demak, bu yerda birinchi alyuminiy. Alyuminiyning massasi davriy sistemamizda 22 gram berilgan. Plus mana qavs olishdi, plus qavs. Qavs ichida oltin gugurt bor. Oltin gugurtning massasi 32, ko'paygan 3. Mana bunaqa ishlashimiz ham shart emas ekan. 32 gram plus kislorod. Ya'ni 16 gram kislorodning massasi 16 gram 4 ga ko'paytirsak 64 gram bo'ladi.
keyin qamishdan chiqarsa 3 bo'lgani uchun 3. Ana shu amalni bajarib chiqsak, bu matematika, ya'ni oddiy amallar juda yaxshi bilamiz. Umumiy yig'indisi 342 gram taqsim molga teng bo'ladi bu. Keyingi moddamiz, ya'ni virtual tuzil deb ataladi, yoki bo'lmasa kaliy xlorat nomi bilan ma'lum. Buni molekula massasini hisoblasak, demak, kaliyning massasi 39 gram plus xlor, demak, davriy sistemamizda xlorning massasi 35,5 gram deb beriladi. Plus kislorodning massasi 16 gram, ikkita kislorod bor, uchta kislorod bor. Ko'paygan chiqaramiz. Demak, buni hisoblab chiqsak, umumiy elementda 122,5 gramga teng. Ya'ni 122,5 gram taqsim olgan. Keyingi elementimiz kaliy permanganat. Ya'ni buni massasini hisoblasak, kaliyning massasi 39 gram plus marganin massasi 55 gram plus kislorod massasi 16 gram ko'paygan kod teng umumiy elementda qo'shib chiqsak 39 64 158 ga teng. 158 gram taqsim olgan teng. Demak, bugungi darsimiz shundan iborat. Yana qisqacha bo'lsa ham tushungan bo'lsangiz, juda ham xursand bo'lardik. Keyingi darslarimizni kuzatib borsangiz, sal tushunarli narsalarni o'tib olamiz degan umidamiz. Xayr, sog' bo'ling.